vokal darsini onlayn o'rgansa bo'ladimi? Ko'p o'quvchilarimizdan birinchi va juda ko'p tushadigan taklif bizga ham mana uzoq davlatlarda yoki uzoq mamlakatlar yoki masofa uzoqligi uchun kela olmaydigan ayollarimiz ko'pincha onlayn o'tinglar, onlayn dars yo'qmi deb ko'p savol murojaat qilishadi. Onlayn dars o'tilmasligining xos sababini men qisqacha tushuntirib o'taman. Onlayn vokal darsi qachonki siz birinchi bosqichni o'tgan va musiqiy savodingiz bor bo'lsagina onlayn dars ola olishingiz mumkin. Chunki siz ovozingizni yo'lga qo'ygan bo'lasiz. Ovozni yo'lga qo'yish nima? Ovozni yo'lga qo'yish ovozni ijro mahoratiga tayyorlangan tayyor mahsulot degani. Ya'niki, agar sizni ovozingiz ijro mahoratiga tayyor bo'lmasa yoki sizni quloqlaringiz, ya'niki eshitish qobiliyatingiz sozlanmagan bo'lsa yoki bo'lmasa musiqiy savodingiz bo'lmasa, onlayn o'rganish qiyin. Imkonsiz desa bo'ladi. Siz qo'shiq ijro qilishni o'rganishingiz mumkin yoki ijro mahoratini o'rganishingiz mumkin qachonki musiqiy savodingiz bor bo'lsa. Lekin ovozni yo'lga qo'yish, nafas mashg'ulotlarini bajarish, eshitish qobiliyatini rivojlantirish yoki bo'lmasa o'sha ovoz jarangdorligi, bu darslar yoki bu ma'lumotlarni hammasini ustoz bilan birgalikda ustozning maslahatlariga amal qilgan holda yoki bo'lmasa ustoz sizni kamchiligingizni aytadi, siz kamchilik to'g'rilaysiz yoki boshqa kamchiligingizni aytadi. Bu narsa faqat jonli muloqotda amalga oshadi.